Aziz, hurmatli vatandoshlar va turk millati. Nega bizlarni hamisha bir teshikdan ilon choqadi? Nega? Hamisha. Ko'p vaqtlar bo'ldi. Yuzlab yillar bo'ldi, bizlarni hamisha bir teshikdan ilon choqadi. Bu sizlardan savol. Nimaga? Javobini beringlar. Ikkinchi savol. Rahbariyati o'zlarini qancha yoqqorda hisoblasalar o'shalardan. Nega bizlarni turk millatini oyoq va qo'llarini bog'lab, ko'zlariga palastar urib dushmanni qo'liga berdinglar?